Assalomu alaykum azizlarim. Bugun juda ham quvonchli kun. Fairless Hills, Pensilvaniyada bitta vatandoshimiz mana bu ajoyib mahallada o'z uylarini olyaptilar. Uyga e'tibor berdilar. 2016-yil qurilgan yangi townhouse, 3 ta xona, 2,5 ta vannasi bor, 1850 square foot. Hamma zo'r maktablarga ham yaqin, magazin, restoranlarga ham yaqin, lokatsiya xullas bomba. Biz 475 minglik uyni 410 ming dollarga olishga muvaffaq bo'ldik. 65 ming dollar diskount. Qo'y qolaman de sizga xuddi amerikanslarga o'xshaysiz. Hozir kirib ichini obzor qilib beramiz. Qani, ketdik. Mana asosiy etajimizni ko'ryapsizlar. Shiftlari juda ham baland, pollari dodasi qo'yilgan. U yoqdan yuqori qavatga chiqib ketiladi. 3 ta xona, 2 ta dushi bilan birga. Bu yerda mana katta garderobni, bu yerda mana powder room, tualetchasi, oshxonasi ham open concept, juda ham katta kabinetlar qo'yilgan. O'rtada orolcha va bu yerda mana dining. Gap yo'q. Ha aytgandek, har doim uy olganda duxovkani ichini ko'rishlaringiz kerak. Eski uy egalari sovg'a tashlab ketgan bo'lishi mumkin. Agar uyda ichida sovg'a chiqsa, demak keyingi olayotgan odamga albatta beriladi. Ya'ni men xaridorimga albatta iPhone tegadi. Bu esa mana basement qismi, ko'ryapsizlar, polni kafel qilingan. Bu yoqda mana огород, shiftlari ham baland va eng muhimi mana ikkita mashina sig'adigan garaji bor. Pol qo'ysangiz, bolalar ham maza qilib o'ynasa bo'ladi. Qalbingni ur omadli odam, qalbingni ur omadli odam.